Yangi vagonlarimiz yetib keldi, hurmatli kuzatuvchilar. Asl taxta bazadan gapirdi. Hurmatli akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxi bilan birga taxtalarni polностью tanishib turinglar. Bugun 1-noyabr 2025-yilda bizga hurmatli akalar bitta vagonda 4 metrli strapelali taxtalar keldi. Srazu mana qo'llarimizga metrlarni olganmiz. Srazu metrlarni qo'yib, razmerlarga ko'rsatib, holatlarini, kачестволарni ko'rsatib, narxini ham burilib aytib o'tkaman hurmatli akalar. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib, videoga bitta like bosib, hurmatli akalar, polностью qo'llab-quvvatlab tursani bo'ldi. Bu videoni qurilish qilgan tanishinaga tashab qo'yinglar yoki da qurilish mollari do'koni bor tanishinaga jo'natib qo'yinglar. Xo'p, hurmatli akalar, strapelali taxtalarimiz skladlarimizga taxlanib ko'rishini mumkin. Rossiyani Bilyar shahridan, Irkutskiy Bilyar shahridan olib keltirganmiz. Kачествоsi juda ham chiroyli. Qarang, mana bunaqangi mayda ko'z bo'ladi hurmatli akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu hech qanaqangi poddozlab qo'yilmagan. Taxtamizni tushitgan holatidan sizlarga primoy lavha ko'rsatibman. Xo'p, hurmatli akalar, sizlarga qurilishingizda qanaqa taxta mahsuloti kerak bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin yoki da pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin, aloqa chiqishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli akalar, razmerlarni ko'rishingiz mumkin. To'la 14 cm ko'rsatibdi. Mana santimetr to'g'rilab olamiz. Mana xirrasida turib ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqangi razmerlarni o'ynatib, narxlarni aytmaymiz. Metrlarni ko'rsatmaymiz. 14 cm ga. Xo'p, hurmatli akalar, qalinligini ham ko'rsataman. Uzun videoga olib, uzun gapirtganim uchun jichcham qulay bo'libdi. Hurmatli akalar, 3,5 cm, 3,5. Hurmatli akalar, hammasi shunaqangi chiqadi. Mana men oldin ham sizlarga bir qator ko'rsatib o'tkaman. Mana ko'rishingiz mumkin. 3,5 cm. 3,5 cm ko'rtgan bo'lsa-na mana. Xo'p, sifati shunaqangi zo'r taxtalarimizdan yetib kelgan hurmatli akalar. Qaytarib aytib o'taman, 14 ga mana yana bitta ko'rishingiz mumkin. Samimiy bo'lmasin, shu bir tanlab qo'y. Mana srazu bag'rini ham qo'yib ko'rsataman. Mana hammasi 14 cm. Qalinligini ham ko'rishingiz mumkin. 3 qo'l taxta turibdi bu yerda. O'zi uchtasiga ham metr qo'yib ko'rsataman. 3,5 cm hurmatli akalar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hurmatli akalar, 14 ga 3,5. To'la razmer, minisovoy emas, yel emas, puxta emas. Belorusiyan taxtasi emas, faqat rossiyskiy taxta, Rossiyan taxtasi. Rossiya o'rmonlaridan kesib olib kelingan taxta. 14 ga qalinligi 3,5, uzunligi 4,5 metr chiqadi. Narxini hurmatli akalar 71 ming so'mdan qilib beramiz. Optim bazaviy narxi 71 ming so'mdan. Asl taxtada kanaldan ko'rib kelibdi, YouTubedan, Instagramdan ko'rib kelibdi desani hurmatli akalar, shunaqa narxda qilib beramiz. Narxini eslab qolinglar, 71 ming so'mdan mana shu zo'r kачестводagi taxtamizni qilib beramiz hurmatli akalar. Xo'p, keyingi taxtamiz eng hadavoy taxta, eng zo'r sifatdagi, eng hadavoy taxtalarimizdan olib keltirganmiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. 15 ga 5 ishtisizlar. Xo'p, hurmatli akalar, bu taxtamizni qarang, 11 cm kerak, lekin bu 11,2, 11,3 cm chiqdi. Metrni baholasa to'g'ri qo'yibdiman. Hech qanaqangi kelib, qo'yib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Ammo soni cheklangan bitta vagonda 107 kuba kelgan xolos hurmatli akalar. Bunaqa nerealniy narx hech qayerda yo'q. Bunaqangi narx hurmatli akalar, libo joy bilan solishtirib olishingiz mumkin. 3,5-34. Hozir ko'rgan bo'lsangiz, videoni boshlaganimda bu taxtalarimiz bu yerga taxlanayotgandi. Metrlarni qo'ydim. Hammasini ko'rishingiz mumkin. Taxtamizning nami bor, ozginadan. Sifati juda ham chiroyli. Mana orqa tomonlarida hech qanaqangi garbil, abzol degan narsa umuman yo'q. Qirra sifatli bo'lib turibdi hurmatli akalar. Like bosdinglarmi? Obuna bo'ldinglarmi? Men narxini aytaman. Xo'p, bu taxtamizning narxini hurmatli akalar, nerealniy arzon narxda 56 ming so'mdan qilib beramiz. Libo joyda 11 ga 3li strapli ham 58 ming so'm eng arzoni. Bo'lmaydi deganda 57 ming so'm sotildi, lekin bunaqa sifatdagisi bo'lmaydi. Maqsad biror taxtasini yomonlashmas, lekin maqsad sizlarga eng yaxshi taxtani
sifatsiz taxtadan ajratib bo'lishinglar uchun bu ma'lumotni sizlarga aytdim. Xo'p, keyingi taxtamiz bu joyda 9 ga 32 kelgan razmerdagi taxtamizdan tushdi. Ozgina akalarimizga xalaqit bermaslik uchun chekkaroqdan metr qo'yib ko'rsam, kurslar svejiy tushdi. Xo'p, mana Yo'lga ketdi o'zi. razmeri 9'u 3, 9'u 4 ko'rsatdi. Qalinligi buniki ham 34, 3,5 ko'rsatadi. Hozir men zildan qo'yib ko'rsataman. Xo'p, nimaga vagonda kelgan taxtani zilda to'shdilar degan savollarga javobni birolar berib o'taman. Aniq ko'pchilik kommentariyada bu narsani so'radi mendan. Shtobi, hurmatli akalar, vagonda keladi, zillar siqlatlarimizga to'shiladi. Mana razmerini ko'rishingiz 3,5 to'liq ko'rsatdi. Ana quvvat o'rnadi. Juda ham chiroyli, hurmatli akalar. Buni narxini 46 ming so'mdan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari bizda 3 metrlik qalinligi 3 li taxtalarimiz bor. Mana bunaqangi zo'r holatdagi qalinligi ham hurmatli do'stlar, hurmatli akalar, 2 chiqadigan lapsha taxtalarimiz ham bor. Tunkan tagga ishlatadigan bo'lsani. Bundan tashqari shifrga ishlatadigan reykalarimiz ham bor. Xo'p, hurmatli akalar, buni 27 ming so'mdan qilib beraman. Buni orzuni ham bor. 20 ming so'mlik lapshalarimiz ham bor. Hurmatli akalar, bunaqa taxta mahsulotlarni faqat nomerlarga murojaat qilib, bemalol ko'rib, yo'qsa kelib metrlarni qo'yib, aytgan razmerimiz chiqadi. Agar yo'q desani, chiqaraverasizlar desani ham hurmatli akalar 100% sizlarni ishontirib ayta olamanki, mana shu ko'rsatgan narsamizni agar xarid qiladigan bo'lsani, sizlarga mana shu ko'rsatgan narsani aniq yetib boradi, hurmatli akalar. Agar safarda bo'lsani, Rossiyada, Qozog'istonda, Qirg'izistonda bo'ladigan bo'lsani ham hurmatli akalar, bizga bemalol mana shu pastdagi nomerlarga Instagramdan, Telegramdan, WhatsAppdan, Imodan bemalol murojaat qilsani bo'laveradi, hurmatli akalar. Biz aloqaga chiqib sizlarga aloqaga chiqsani, agar safarda bo'lsani, uyingizda erkak kishi bo'lmasa, lekin taxta xarid qiladigan bo'lsani ham hurmatli akalar, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Zo'r taxta mahsulotlarni mana shu joyda sizlarning o'rningizga sotuvchi emas, как будто oluvchi bo'lib turib, men o'zim chiqarib yuboraman, hurmatli akalar. Xo'p, siqlatlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bemalol nomerlarga murojaat qilaveringlar, hurmatli akalar. Kimga qanaqa taxta kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsani. Agar o'sha taxtamizdan bizda bo'lsa, sizlar so'ragan razmerda bo'lsa, albatta bo'ladi, xudo xolasa. Endi ba'zi bir razmerlar bo'lmay qolishi mumkin. Agar bo'lsa, srazu sizlarga video qilib yoki kommentariyaga o'sha joyi o'zida yozib ko'rsatamiz. Mana bunaqangi polli lapsha taxtalarimiz ham bor, hurmatli akalar. Bularni keyingi videolarda xudo xolasa chiqaramiz. Siqlatlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, like bosinglar, podдержка qilib turinglar akalar. Yaxshilikda ko'rishaylik, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.